Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, qadrli kanalimiz obunachilari. Eslatib o'tamiz, bugun 8-mart chizso'si. Sizlarga bir holatni ko'rsatmoqchiman, to'g'risi. Hammamiz yaxshi niyatda shu musofirlikka kelamiz. 1-2 so'm pul topish maqsadida, oilaviy sharoitimizni va o'zimizni bir ezgu niyat, yaxshi niyatlarimizga yetish maqsadida mana shu yerga kelamiz. Hozir bu sizlarga ko'rsatadigan bu holatimni men даже dushmanimga ham ravo ko'rmayman. Mana hozir shohida bo'lasizlar aziz vatandoshlar. Mana opamiz ko'ryapsizlar. Aziz vatandoshlar, bu opamiz ham mana qolgan insonlar kabi, qolgan mana shu musofirda yurgan shu aka opa singillarimiz qatori tik oyog'ida kelib 1-2 so'm pul topish maqsadida shu Rossiya hududiga kelgan. Lekin mana ko'ryapsizlar, oxir-oqibat bu opamiz qanday holatda ketyaptilar. Bunaqa holatda aziz vatandoshlar, hech kimga men ravo ko'rmayman. Bunday holatda ko'ryapsizlar. Vatandoshlar, aytib o'taman. Birinchi o'rinda sog'liq, eng qimmati, oltindan ko'ra ziyod ustunga, mavqega, qadriga ega bu birinchi o'zlaringiz sog'liqlaringiz. Musofir yurtda bo'lsalaringiz aziz vatandoshlar, birinchi o'ringa sog'liqlaringizga e'tiborli bo'lingizlar. O'zbekistonda o'zimiz yurtda bo'lsangizlar ham mayli, qarindosh, og'ayni, urug', misol aka-uka birodarlar yordam qilishi mumkin, lekin mana bu yerda musofir yurtda mana bunaqa holatda ketishda men dushmanimga ham ravo ko'rmayman. O'zingiz ham mana shu holatdan bir ko'rib, bir xulosa chiqarib olingizlar aziz vatandoshlar. Musofirda yurgan jamiki barcha hamyurtlarimiz, aka-uka opa-singillarimizni Allohim o'z panohida asrasin. Iltimos qilib aytib o'taman aziz vatandoshlar, eng ulug' ne'mat, eng katta boylik bu bizda birinchi o'rinda sog'lig'imiz bo'ladi. Shunga e'tiborli bo'laylik.